xolis eslatma, hushyorlikka da'vat. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Fotir surasi 37-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo bir kishiga 60 yoshga yetgunicha ajalini kechiktirsa, uzr uchun unga joy qoldirmabdi, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Izoh: bu hadisni qanday tushunamiz? Ya'ni 60 yoshga yetgan inson qiyomat kunida bilmasdim, vaqtim yo'q edi, yosh edim, keyinroq tavba qilmoqchi edim deb ayta olmaydi. Chunki 60 yil bu juda katta imkoniyat. Bu davrda inson haqni ham eshitdi, botilni ham ko'rdi, to'g'ri yo'lni ham, noto'g'ri yo'lni ham ajrata oladigan aqlga yetdi. Hayotiy misol bilan aytsak, 60 yoshga yetgan odam bir necha marta azizlarini yo'qotgan, kasallikni ko'rgan, qabristonga necha bor kirib chiqqan, yoshlik qanday o'tib ketganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Shu holatda ham namozni kechiktirsa, tavbani orqaga sursa, hali vaqt bor deb yuraversa, bu unga uzr emas, balki beparvolik bo'ladi. Mazkur hadisning qattiq ogohlantirishi shuki, Alloh taolo insonga aql berdi, umr berdi, imkoniyat berdi, ogohlantirishlar yubordi. Agar shulardan keyin ham inson o'zgarmasa, unda uzr qilishga joy qolmabdi. Bu hadis faqat 60 yoshdagilar uchun emas, yoshlar uchun ham qattiq saboq. Ya'ni, agar 60 yoshgacha kutsam, kech bo'ladi. Chunki kimningdir 60 yoshga yetib yetmasligi noma'lum. Qalbga tegadigan xulosa: agar hali tirik bo'lsak, bu Allohning fursati. Agar hali vaqt bor deb yursak, bu aldovdir. Eng xavfli gap keyin tavba qilaman deyish. Ey Alloh, bizga berilgan umrni najotimizga sabab qil. Qalblarimizni hoziroq uyg'ot. Amin ya robbil alamin.